oldin katyollarda kitobi faqat gorizontal bo'lardi. Bu katyolga bo'ladigan bo'lsak, ham gorizontal undan tashqari turbali, ham mana shunday ikkita vertikalniy bo'ladi. Shuni hisobiga tashqariga issiqlik batareyasi chiqib ketmaydi, rasxoti anchagina kam bo'ladi. Undan tashqari katyollarda misol uchun ko'mirda yeriga kirib qoladigan bo'lsa, ko'p katyollar tiqilib qolardi. Bunda umuman tiqilish muammosi bo'lmaydi. Mana g'ishtlarda ham tosh tushib qolsa ham maydalab chiqaraveradi. Chunki doimiy reduktor katta motorlarda va shineylarni ham baquvvatlardan qo'yishyapti. Assalomu alaykum Eldoris kanal obunachilari. Ekonom aqlli katyollar arzon joydan so'raganlar uchun birinchi qo'y ishlab chiqarish joyiga yetib keldik. Bu yerda ham Nijniy Garina, undan tashqari mana shunday bunkerli aqlli katyollar ham bor ekan. Bittadan like bosib tursalaring, ustakalarimiz chiroyli yangiliklar qilish qo'yibdi. Video davomida sizlar haqida batafsil ma'lumotini beraveramiz. Bo'lmasa Ulug'bek akamizdan ma'lumot olamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Charchaman, yaxshimisiz? Olasizlar? Xudoga shukr. Aka, biz obunachilarimizga qisqacha ma'lumotni berib o'tsangiz. Hozir qarang, misol uchun oldin katyollarda kitoblari faqat gorizontal bo'lardi, bu yerga vertikal ham qo'yib qo'yishlar. Nima vazifasini bajarib beryapti? Yoqilib turgan bor energiyamizdan maksimalni foydalanish uchun xuddi shunday qilinyapti. Mana hozir gradusimiz 272 gradusda turibdi, ko'rsatishingiz mumkin. Mana ko'mir yonib turibdi bu yoqda, o't chiqib ketib yonyapti. Mana endi dimoxodga qo'limni tutyapman. Zo'r, issiqlik chiqqani yo'q. Issiqlik chiqib, kuymas darajada. Maksimalni ichkarida qoladi. Shuni hisobiga 80 kilo yoqishmaydi, 60 kilo yoqishadi, 120 kilo yoqishmaydi, 80 kilo yoqishadi, kvadratlarga qarab ekonom qilib beraveradi. Ko'mirda o'rtacha 10 kilo, 20 kilo ekonom qiladi, to'g'rimi aka? Anchagina bir 20 kilo raznica beradi boshqa kategoriyalarga nisbatan. Zo'r. Hozir bu yerda ko'ryapman, xohlasa bunkerli, xohlasa Nijniy Garina ham bor ekan. Nijniy Garina katyolimizdan foydalanishga qulay bo'ladi. Har kuni o'chirib yoqish shart emas. Ko'mirlar toshsiz bo'ladigan bo'lsa, bir hafta 10 kungacha bemalol bitta yoqilgancha o'chirmasdan zapravka qilinaveradi. Misol nechida chiqishganda ko'mir kamayib qolgan bo'lsa, shunday chiqib qopi bilan shunday tashlab yuborishadi, bemalol yoqaveradi. Ko'mirda hokasidan boshlab eshigiga sig'adigan ko'mirgacha bemalol yoqadi. Ko'mir tanlamaydi. Misol uchun ko'mir, o'tin, undan tashqari qishloq sharoitida tappi bo'ladi, yoqaveradi. To'g'rimi? Nima bo'lsa, rezinkani tashlab yuborsangiz ham xuddi shunday yoqib beraveradi. Ko'mirda hokasi angiren ko'mirgacha bemalol yoqadi, garantiya beriladi. Bunimiz-chi aka? Bu ham angiren ko'mirgacha bemalol yoqadi, faqat angiren ko'mirda nam bo'lib qolsa tavsiya qilinmaydi. Sababiki bunker tarafda to'xtab qoladi. Qarang aka, misol uchun angiren ko'mirda ko'p katyollar aytgan gradusga chiqib bermaydi, bu chiqaveradimi? Gradusga chiqaveradi, rasxod ko'proq bo'ladi. Ko'mir surish vaqtini ko'paytirib qo'yiladi, o'shaning hisobiga rasxod ko'payadi, lekin yoqishga yoqib beraveradi. Faqat namiga garantiya bermaymiz. Undan misol uchun 2 kilo, 3 kilo angiren ko'mirda rasxod qilgandan 1 kilo o'sha Qozog'iston, Qirg'iziston ko'mir yoqsa endi hozir tavsiya qilyapmiz, mahalladan ko'mir olishgan, shu ko'miriga qozoq, qirg'iz ko'mirdan teng barobar shunday olib aralashtirib yoqishsin, zo'r effekt beraveradi. Zo'r. Xo'sh, aka, bularimizni listlari qana bo'lgan? Listlari gariyachi, issiqlik ko'taradigan, immuniy katyol uchun bo'lgan listdan tayyorlanadi. 500 kvadratgacha bo'lgan katyollarda 3 lik listdan tavsiya qilamiz. Bu degani 4 lik list yasalmaydi degani emas, 4 lik, 5 lik, 6 lik desa ham yasab berilaveradi, faqat rasxodida kattagina farq qilib qoladi. Zo'r. Bunimiz-chi aka? Bu katyol ham xuddi shunaqa 500 kvadratgacha bo'lganiga 3 lik list tavsiya qilinadi, lekin yasab berilaveradi 4 lik ham. Ozgina bir 5 kilo, 8 kilo atrofida sutkalik rasxodi farq qiladi. Rasxod ko'payib qoladi. Rasxodi ko'payadi, sababi issiqlik qabul qilishi sekinroq bo'ladi. Misol 15 yil oldin pechga chiqarganimizda ham 5 lik, 6 lik listlardan qilinganda, hozir 1.8 listdan qilinyapti. 1.5 listdan qilinyapti. Nimaga? Yoqilib turgan ko'mirdan yaxshi foydalanish uchun, issiqligidan. Zo'r, tushunarli. Aka, hozir eng kichkinasi necha kvadratdan necha kvadratgacha yasyapsiz? Nijniy Garina katyollarimiz 100 kvadratdan 1.5 ming kvadratgacha yasab berganmiz, ishlayapti bular bexijolat, garantiyali. Bu katyollarimiz 150 kvadratdan 3000 kvadratgacha yasab berilaveradi. Zo'r. Rasxod qana bo'lyapti? Buni rasxodi, buni rasxod aka? Rasxodi deyarli bir xil. Bunda misol 30 kilo atrofida bo'lgan joyga bunda 35 kilo atrofida. Bunda ozgina nisbatan ko'payadi. Ko'pchilik kamayadi deb ko'rsatishyapti. Unaqa emas. Sababi bunda Nijniy Garina pastda yonyapti, cho'q turibdi. Cho'q suv bor joyda turganining hisobiga gradus pastlashsa sekinroq bo'ladi. Shuni hisobiga bunda jicha rasxod ekonomroq bo'ladi. Bunda rasxod ozgina farq qiladi, katta sezilarli darajada emas.
Lekin bunda ham ekonom varianti bo'ladi. Boshqa kat yo'llarga nisbatan aytganimizdek 10 kg, 15 kggacha sutkasiga issiqlik batarya qilish kamiyat, to'g'rimi aka bu kat yo'llar? Issiqlik batareyasi kam bo'ladi. Mana gradus baland tursa ham mana demoxotda bemalol ushlab turibman. Kuydirib turgani yo'q hozir. Zo'r. Undan tashqari aka, misol uchun ko'p kat yo'llarda oldin muammo bo'lardi, problema bo'lardi. Shinagim sinib ketdi, motorim kuyib qoldi, ko'mirni olib kirib bermayapti degan muammolar bo'lardi-da. Hozir bunimizda shinaki ham baquvvat aka, undan tashqari aka 5 chok ekan, to'g'rimi? Shunaqa. Bu kompleksni butun bo'ladi, ham 6lik listdan bo'ladi, 4lik, 5lik yo 3lik list emas. O'shani hisobiga bukilish, qayilish holat kuzatilmaydi. Mana g'ish, tosh bemalol maydalab beraveradi. O'qlari prutdan bo'ladi. Misol uchun hozir g'ish yumshoq bo'ladi deganlar uchun mana g'ishni ham eng dashqal qattig'ini olib kelganmiz. Mana dashqal g'ishlarni ham maydalab chiqaryapti. Zo'r. Aka bunimiz adashmasam cho'yan shekli. Bu chuvunga relkamiz, quyma, hamma yo'g'i silikon bitta quyilgan relkamiz bo'ladi, temirli relkamiz ham bor, undan ham tayyorlab berilaveradi. Misol uchun ikkalasini muddatida anchagina farq qiladi. Raznisasi bo'ladimi pulda? Raznisasi $100 raznisasi bor har bitta kat yo'lda. $100 raznisasi bo'ladi, tushunarli. Aka misol uchun kat yo'llarimiz, bunisi ham sotuvdan chiqishdan oldin, sotuvga chiqishdan oldin tekshiriladi, to'g'rimi? Tekshirilib, mana ispitaniya jarayoni bo'ladi. Bu yoqda kat yo'lga bo'ldi suvni to'ldirib, kompressorda 5 davlinani urib, yarim soat qo'yib qo'yiladi. Qaytadandir suv chiqadigan bo'lsa, uni vaqtida yamab, keyin ustilarini ashibkasini qilib, keyin o'z egalariga yetkazdirib beramiz. Zo'r. Garantiyalarimiz-chi aka? Garantiyalarimiz 1 yilga garantiyamiz. Nimasiga garantiya beramiz endi aka? Elektr qismiga ham, suv qo'yishiga ham kat yo'lda aybi bilan bo'ladigan bo'lsa, garantiya beriladi. Zo'r. Demak, Ofshi komplektida 1 yil garantiyasi bor, to'g'rimi? Motorlarga ham, miyalariga ham. Xuddi shunday. Komplektida nimalari bo'ladi? Komplektida boshqaruv miyasi, veltenyatori, двойной reduktor 220 motori va tozalash kurakchasi bo'ladi. Narxi? Narxi $1150 dan boshlanadi. 150 kvadratli. 3000 kvadrat ketaveradi. Endi video cho'zilmasligi uchun aloqaga chiqishadigan bo'lsa, joylariga o'zimiz hisoblab, narxlarni tushuntirib beraveramiz. Tushunarli. Bu xohlasa batareyaga, xohlasa misol uchun отоплениyaga, tupli polga bemalol ulasa bo'laveradi, to'g'rimi? Bemalol ulasa bo'ladi. Keyin mana hozir zavodskoy deb hali miyasi yaxshiroq deb qiziqishyapti. Undan ko'ra buni ishlatish qulayroq. Mana gradusda oddiy misol mana hozir 300 ga chiqdi mana. 300 ga shunday qo'yiladi gradusda. Qo'yilgandan keyin ko'mir surish vaqti, to'xtash vaqti. Boshqa bunda murakkab joyi yo'q. Tushunmay qoldim, nimadir bo'lib qoldi. Mana bemalol yana yonishda davom etaveradi. Zo'r. Misol uchun uyga bo'ladigan bo'lsa, havoni ilig'roq kunlari 60-70 ga qo'yib qo'yiladi. 60-70 ga qo'yib qo'yiladi. 80 kamroq bo'ladi. Atrofda qo'yib qo'ysa bo'ldi. Xuddi shunday. Zo'r. Xo'sh, bunimiz cheka narxlari. Buni $625 dan boshlanadi. 1,5 ming kvadratgacha tayyorlab beramiz. Narxlarni shu to'liqroq tushuntirish uchun aloqaga chiqishaveradi. Bunisi shunaqa bo'lsa, 150 kvadratligimiz 8,5 million bo'ladi. 220 kvadratligimiz 9,5 million bo'ladi. Shunaqa narxlar ozgina qo'shilib ketaveradi. Shunaqa. Komplektda ventilyatori, miyalari ham bo'ladi. Boshqaruv miyasi, tozalash kuragi bo'ladi bunda. O'zbekiston bo'yicha dastavkamiz mutlaqo ichida bo'ladi. O'zimizdan bo'ladi. Xudo telefon qilaverasizlar, bizni kanaldan chiqqanlar uchun skidka bonuslari bormi aka? Bonus qilib beramiz. Bu kat yo'llarimizga $20 dan skidka qilib beramiz. Avtomat kat yo'llarimizga $50 dan skidka qilib beramiz. Zo'r aka. 20 kunda ichida shoshilishadi. 20 kunda ichida aloqaga chiqsa 15-yanvargacha qilib beraveramiz ekan, to'g'rimi aka? Ha, mayli 15-yanvargacha ham sizni kanalingizdan aloqaga chiqsa qilib berilaveradi. Zo'r. Bittadan like bosib qo'ysizlar, mana shu ustakalarimizni mehnatiga xulosa kimda qanday qiziqtirgan savollaring bo'ladigan bo'lsa, ekranni pastga telefon raqamlarini yozib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqib, batafsil ma'lumot olib, kat yo'llari yoqsa xarid qilishlaring mumkin. Aka, sizga ma'lumotlar uchun rahmat. Manzilni to'liq tushuntirib qo'yamiz. Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani, Qo'qon bozoridan Bo'ydi yo'lga yurganda 4 kilometr yurishadi. Agar Telegramdan yozsangiz, aka tashlab beramiz. Kelib, ko'rib, ishimizga baho berib, kerak bo'lsa shu yerda o'zida kelib yoqib ko'rib ham ketishlari mumkin. Qulayligi, qanaqa bo'lishi, gradus ko'tarishigacha bemalol ko'rib, ko'zlari bilan keyin ketishlari mumkin. Zo'r. Aka, sizga ma'lumotlar uchun rahmat. Charchamang. Rahmat, sog' bo'ling.